Assalomu alaykum jigarlar, hamma yaxshimi? Charchamasdan to'palang qilib yuribsizlarmi jigarlar? Jigarlar, bugun video вообще yonadi. O'shaning uchun videorolikni o'tkazmay tomosha qilingizlar iloji boricha. Bugun sizlarga вообще konkretni где-то bir 4 tami, 3 tami saytdan pul chiqarib ko'rsatamiz jigarlar. Nima demoqchiman jigarlar, kanalimizga obuna bo'lmaganlar iloji boricha kanalga obuna bo'lib bizni kuzatib turingizlar. Shtobe men o'tgan videoroliklarda aytganimdek jigarlar, yaqinda juda yomon videorolik chiqadi jigarlar. O'sha videorolik juda ham ko'pchilikka foydasi tegishi mumkin. Shuning uchun albatta bizni kuzatib turingizlar jigarlar. Buni ham esdan chiqib qolmasin jigarlar. Manoni bosib tursalaringiz shu bizlar qo'ldan kelgancha sizlar uchun harakatda jigarlar. Videorolikni tomosha qilamiz jigarlar. Hammaga omad. Jigarlar, videoni boshladik. Hozir sizlarga ekranda ko'rib turgan saytlaringiz hammasi zo'r, hammasi ishonchli. Hozir men prosta sizlarga mana bu SoloPick и LiteKing saytlari va LitePick saytlaridan uchala saytdan pul chiqarib ko'rsataman hozircha. Так что jigarlar, mana bu PolPick saytidan ham pul chiqarib ko'rsatmoqchi edim, lekin balansimda pul ozgina kamroq ekan. Endi men ko'proq bo'lgandan keyin chiqarmoqchiman. Hozir ham chiqarsam bo'ladi. Где-то 60 tadan ziyodroq bor menda balansimda, lekin 100 dan o'tgandan keyin chiqarmoqchiman bunda. Xo'p. Hozir birinchi navbatda SoloPick saytidan do'stlar Faucet Pay ga chiqaramiz jigarlar. Faucet Pay kashlovga. Kimda Faucet Pay kashlov yo'q bo'lsa, albatta Payer kashlovga yoki bo'lmasa Binance suda balobattar kashlov bo'lsa bo'ldi do'stlar. O'sha kashlovingizning ichida mana shu kriptovalyutalar bo'lsa bo'ldi. O'sha kashlovga chiqarasizlar bo'laveradi do'stlar. Bo'laveradi chiqarsalaringiz. Prosta men mana bu SoloPick bilan LiteKing saytidan asosan ko'pincha даже hammasini qachon chiqargan bo'lsam faqat Faucet Pay ga chiqarganman. Shuning uchun Faucet Pay ga chiqaraman. Atak mana bu LitePick saytidan pashta hammasini Payer kashlovimga chiqarganman. Va yana hozir Payer kashlovimga chiqaraman do'stlar. Chiqarish jarayoni suda hammasini hozir videorolik davomida ko'rishingiz mumkin. Pul ishlashda ham ozgina tushuncha berib ketaman, shtobe bilmaydiganlar uchun do'stlar. Xo'p, sayt manzillariga kelsak, hozir ham YouTube ga men kommentariyaga qo'ya olmayman silkalarni. Hamma silkalar albatta bizda mana bu Turfaxil nomli Telegram kanalimizda bo'ladi jigarlar. Men bir qator qilib hamma ishonchli sayt manzillarini mana shu eng tagiga joylashtirib qo'yaman. Shtobe Telegram kanalimga shunday o'tsanglar, o'sha yerda hamma sayt manzillarining silkasini ko'rasizlar va xohlaganlaringizga kirib gazini bosaverasizlar jigarlar. Aytgancha obuna bo'lib qo'yingizlar. Shtobe videoda aytib o'tganimdek bizda hali juda bir yomon video kutmoqda. O'shaning uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib kuzatib turingizlar jigarlar. Xo'p, birinchi navbatda mana SoloPick saytiga kirib olamiz. Qaysi saytga kirsalaringiz do'stlar, birinchi navbatda shu elektron pochtani aktivlashtirib qo'yish kerak jigarlar. Chunki elektron pochtani aktivlashtirmasak, hozir saytga kirmay qoldi, chunki VPN'im o'chib qoldi. Hozir VPN yo'q jigarlar. Mana jigarlar, VPN yo'qdim. Juda hozir VPNlarim yaxshi ishlamayapti, o'chib qolyapti jigarlar. O'shaning uchun hozir yana bir marta yo'qdim. Endi o'chib qolsa yana yo'qamiz, boshqa iloji yo'q. Harakat qilishimiz kerak. Mana shunaqa do'stlar, saytdan login parol terib, короче, ro'yxatdan o'tib kirganlaringizda birinchi navbatda albatta mana bu joyga kirib, albatta mana bu setting degan, ya'ni nastroyka bo'limiga kirib, albatta elektron pochtangizni aktivlashtirib qo'yingizlar jigarlar. Elektron pochtani aktivlashtirish qanday bo'ladi? SMS keladi, SMS jo'natasiz, SMS keladi elektron pochtaga, o'shanga kirib aktivlashtirib qo'yasiz, bo'ldi jigarlar, oson. Так что nima deydi? Elektron pochtani aktivlashtirib qo'ymasak, keyin pul chiqarishimizda problema bo'ladi jigarlar. O'shaning uchun aktivlashtirib qo'yish kerak. Xo'p, SoloPick saytiga keladigan bo'lsak, bunda ham shu har doimgi saytlarimizga o'xshagan sayt do'stlar. Har soatda kiramiz, mana bu eng pastiga tushamiz, kapchani teramiz, mana bu kapchani teramiz va claimni bosamiz. Bizga qanchadir summa beradi jigarlar. Qanchadir emas do'stlar, kim qaysi o'rinda bo'lsa o'sha summani beradi. Hozir men masalan 5-o'rindaman va menga har soatda kirib kapcha tersam 60 mingta solo kriptovalyutasini beradi jigarlar. Endi shu yerda savol tug'iladi. Xo'p, mayli, biz qanday ko'taramiz o'rinni qanday ko'taramiz desalaringiz, men shu yerda aytib o'tib ketaman prosta tak. Telegram kanalimga kirganlaringizda 2025-yil, короче, 14-mayga tushib borasizlar. 14-may kuni men o'rin ko'tarish to'g'risida video tashlaganman do'stlar Telegram kanalimga. O'sha videoni bitta ko'rasiz va gazini bosib o'rinni ko'tarib olasizlar jigarlar.
Xo'p, menimcha tushunarli bo'ldi. Endi tak что jigarlar, mana bu o'yin, mana bu games bo'limiga kirib o'sha o'yinlarni o'ynash kerak, to'g'ri, o'yin ko'tarish uchun. Tak, o'shani ham tartibi bor, o'shaning uchun o'sha videoni ko'rsalaringiz osongina o'yin ko'tarib olasizlar jigarlar. Endi nima demoqchiman jigarlar? Tak что pul chiqaramiz do'stlar. Mana bu yerda bosamiz. Mana bu yerda depozit degan joyi bor. Kim depozit qilmoqchi bo'lsa, xohlagan kошелёklaringizdan solo kriptovalyutasini depozit qilsanglar bo'laveradi. Hozir men mana bu withdraw, mana depozit bo'limiga kirib ko'rsataman oldin. Depozit bo'limiga kiramiz. Istoriya do'stlar. Istoriya yo'q menda istoriya, chunki saytga depozit qilmaganman. Tak что jigarlar, mana withdraw bo'limiga o'tamiz endi. Withdraw bo'limiga o'tsak, bu yerda minimalkani yozib qo'yibdi. Mana bu yerga keyin pastroqqa tushsak, bu yerda men bir necha marotabalar pul chiqarganman, lekin oxirgi pul chiqarganimga ham ancha vaqt bo'lib ketgan jigarlar. Chunki bu saytga kirishga vaqt bo'lmayapti ko'p. Faqat asosan nima deydi do'stlar? Asosan o'zim o'yin o'ynab pul ishlaydigan saytlarda hozircha ko'proq kirib ishlayapman, harakat qilib. Lekin bunda ham ishlayapman, endi iloji boricha kamda do'stlar. Mana masalan games bo'limiga o'tamiz. Meni balansimda pul borligi uchun tak что ozgina o'ynab ko'rsatishim mumkin. Tak что mana summani bosamiz. Xohlasak mana bu yerda biz уже ishladik qanchadir summa. Mana bu yerda istoriyasi ko'rinib turibdi o'zi. Tak 10,000. Короче, bu yerda qanchadir nimada do'stlar. Tak. Bu yerda kam hisoblanadi jigarlar. Masalan, mana hozir 20,480 hisoblanish kerak. Bu yerda просто bu saytda 0 bitta ko'pda do'stlar. O'shaning uchun nima deydi, hozir men sizlarga boshqa saytga kirib ko'rsataman. Mana boshida bitta 0, keyin tochka 3 ta 0 turibdi, lekin bu yerda 20,480 emas, bu yerda ko'proq summa yozilganda do'stlar. O'shaning uchun nima deydi, sal chalkashmovchilik bo'lishi mumkin, lekin bunda ham normal topsa bo'ladi. O'yin o'ynab yoki bo'lmasa bunda ham taktika yaratib tuda-suda qilib pul ishlasak bo'ladi. Tak что video cho'zilib ketyapti do'stlar. Men tezroq pul chiqarib ko'rsatay do'stlar. Withdraw bo'limiga kiramiz. Tak, withdraw bo'limiga kirganda albatta bu yerga solo kriptovalyutasining adresini yozishimiz kerak. Buning uchun FaucetPay ga kirib olamiz. Mana bu FaucetPay. FaucetPay'da ham Payer kошелёгini ham silkasi kimga kerak bo'lsa nimada bor. Videoni opsiyasida bor. Tak что jigarlar, pastroqqa tushamiz va mana eng baland odamchani bosamiz. Bu yerda withdraw deposit degan yozuv bor. O'shani deposit deganning ustiga bosamiz. Pastroqqa tushamiz. Pastga. Pastroqqa tushamiz. Xo'p, bu yerda Solona, mana do'stlar, Solona deb yozib qo'yibdi. Sol. Ana shu adresni ko'proq qilib olamiz, ya'ni depozit desak, o'zim aytdi adresimiz chiqib keldi. Mana bu eng oxirida bitta bossak eng oxirini o'zi ko'proq qilib oladi adresni. Undan keyin chiqamiz saytdan va saytga kirib olamiz va mana bu yerga bosib tursak, Vistavit chiqadi. Vistavitni bossak, o'sha ko'proq qilgan adresimiz joylashtirildi. Ikkinchisiga summa yozishimiz kerak. Bizdan komissiya olmaydi ekan, chunki biz 5-o'rindamiz jigarlar. Tak, qancha Solona chiqaraman? Masalan, balansimizda tak 36 millionta bor ekan. Biz bu yerda 30 million chiqaramiz jigarlar. 30 million chiqarish uchun 0.30 qilishimiz kerak, ya'ni 30 million bo'ladi. Oxirida 20 million chiqargan ekanmiz, $29 ga teng bo'lgan ekan o'sha vaqtda. Tak, endi 30 million chiqaramiz, qani qancha pul bo'ladi. Xo'p, captcha terildi avtomatik bizda va withdrawni bosamiz. Tak что jigarlarim, tak что bo'laydi, vaqt ketyapti. Tak, VPN o'chib qolibdi jigarlar, ko'ryapsizlar. O'shaning uchun stop bo'lib qoldi. VPN ni yoqib kelayman. VPN ni yoqib keldim jigarlar. Endi withdrawni bosib ko'ramiz. Bu mana pul chiqarishga qo'yildi sirazi, o'sha VPN yongandan. Tak, pastda ko'ramiz. Pending deb yozildi do'stlar. Bu ajdarni, ya'ni kuting degani. Kutamiz. $41 ga teng bo'ladi ekan. Xo'p.
Tak, video tugaguncha tushib kelsa ko'rsataman chekini. Agar tushib kelmasa mabodo, keyinroq tushib kelsa, albatta chekini Telegram kanalimga tashlayman. O'shaning uchun Telegram kanalimga albatta obuna bo'lib kuzatib turingizlar, jigarlar. Xo'p. Kashulokka qaytamiz. Tak. Kashulokka qaytmaymiz jigarlar. Biz hozir Primoy mana bu saytdan chiqib, Solopik saytidan 6 million balansimiz qoldi. Solopik saytidan qaytib, biz albatta do'stlar endi mana bu Litaking saytiga kiramiz. Litaking saytidan ham hozir nimaga chiqaramiz, короче. Tak, login parol terib kirib oling. Mana do'stlar kirib oldim bu saytga. Bu saytda ham 31 millionta litoshi bor ekan do'stlar. Xo'p, pul chiqaramiz bundan ham. Tak, mana wallet degan joyga o'tamiz. Wallet degan joydan withdraw degan joyga o'tamiz. Albatta bu yerga Litecoin adresimizni olib kelishimiz kerak. Xo'p. Yana FaucetPay'ga qaytamiz. Litecoinimiz qani bizning? Mana Litecoin do'stlar, LTC. Bu yerda ham shu deposit degan joyga kirib, mana buni copy qilamiz va sayt kashulokdan chiqib saytga kiramiz. Joylashtiramiz va ikkinchisiga summa yozamiz. Bundan ham 30 million 30 million degani 0.30 qilamiz. 3 qo'ysak 30 million bo'ladi. Xo'p, bitta bizda komissiyalar degan qanchadir. Shuning uchun mana do'stlar 3 ta 0 dan keyin 1. Shuncha komissiyalar degan. Demak, biz ham 2 ta 0 qo'yamizdan keyin 1 qo'yib qo'yamiz. Shtobi bizdan komissiya oladi. Bizda balansimizga to'shni 0.30 million litoshi tushib keladi. Tak, xo'p, withdraw'ni bosamiz. Bunda kapcha chiqmadi. Tak, kapcha chiqmaydi ekan bunda. Pul chiqarishga qo'yildi do'stlar, e'tibor beringizlar. Istoriyaga kiramiz mana. Tak, istoriyaga kiramiz. Mana hozirgina pul chiqarishga qo'yildi. Pending deb yozilgan. Bu saytdan ham juda ham ko'p marotaba pul chiqarganmiz jigarlar. Hammasi to'lab bergan ko'rib turgan bo'lsangiz. Oxirgi marta ancha payt bo'libdi pul chiqarganimizga. Hozir yana bir marta pul chiqardik. Oxirgi marta 15 million pul chiqargan ekanmiz. 2 marta 15 million litoshidan pul chiqargan ekanmiz. Hozir 30 million litoshi pul chiqarishga qo'ydik. 28 dollarga teng bo'lar ekan. Xo'p, mayli, boriga baraka deydi-yu. Xo'p, bu saytdan ham chiqamiz endi. Endi FaucetPay'dan o'chirib olamiz. Tak, что jigarlar, endi bizda nima saytimiz? 3-saytimiz Litaking sayti do'stlar. Bu Litaking saytidan вообще dahrina pul chiqaramiz jigarlar. Вообще ko'p pul chiqaramiz. Hozir qarab turingizlar jigarlar. Ikkita saytdan kam pul chiqarganimiz bilan biz mana bu Litaking saytimizdan juda yomon pul chiqaramiz hozir. Bizning balansimizni ko'rib turganlaringizdek, balansimizda 200 dollardan ziyodroq pul turibdi jigarlar. Tak, что hozir kurs necha ekan? 93 dollarga tushibdi. Demak, hozir withdraw bo'limiga o'tamiz. Pul chiqarish joyiga kiramiz va bu yerda kuzatamiz jigarlar. Bu saytdan 50 marotaba pul chiqarganman-da. Bu 51-marotaba bo'ladimi endi bilmayman, to'shni esimda yo'q. Yo 50-chi yo 51-marotaba pul chiqarishim bo'ladi bu saytdan. Ko'rib turganlaringizdek, bu saytdan juda ham ko'p marotaba ko'p pul chiqarganman. 200 dollar, 300 dollarligi yo'qmi? 300 dollarligi ham bor ekan. Mana 311 dollar chiqargan ekanman. Qolgani hammasi 175 100 dollar, 238 dollar, короче 200 dollar tuda-suda вообще ko'p pul chiqarib tashlaganman-da jigarlar. Короче, gazni bosaverasiz. Mana Litaking saytidan qo'rqmasdan вообще gazni bosaverasizlar. Chunki bu eng ideal sayt, короче. Shu paytgacha вообще podvald qilmagan, xudo olsa bundan keyin podvald qilmaydi. Так что, bunda ham xuddi shunday vaziyat, bunda ham xuddi shunaqa pul chiqarishimiz kerak. Litecoin adresni yozishimiz kerak va Litecoin adresni hozir men Payer kashulogimdan olib kelaman jigarlar. Aytib o'tganimdek, постоянно Payer kashulogimni chiqarganim uchun bu saytdan hozir yana Payer kashulogimga chiqaraman. Payer kashulogimga kirib oling jigarlar. Mana jigarlar, men Payer kashulogimga kirib oldim. Bu yerda Litecoinga kiraman va Litecoinda 4 ta Litecoinim bor ekan. Так что пополнить balansni bosamiz va copy adresni bosamiz. Tamom. Copy bo'ldi. Endi saytga qaytishimiz kerak. Saytga qaytishdan oldin VPNni yana yoqib olishimizga to'g'ri keladi, chunki VPNimiz yana o'chib qoldi, ko'rib turgan bo'lsangiz kerak. VPNni yana yoqdim. Endi так что
Ko'proq qilgan adresimizni joylashtiramiz bu yerga. Ikkinchisiga summa yozishimiz kerak. Summa. Yana ikkita Litecoin chiqaraman. Oxirgi marta ko'rib turganlaringizdek 3 marta podrяд ikkita Litecoindan chiqarganman. Mana o'z chislolarigacha yozib qo'yibdi. O'tgan oy 28-da chiqargan ekanman. Bugun 18mi, 19mi qandaqada. Короче, bir oy bo'lgan yo'q hali, lekin yana ikkita Litecoin chiqaryapmiz bu saytdan. Так что withdraft bosamiz. Так, pulni chiqarishga qo'ydik. Так что mana pending deb yozildi. Oldin chiqarganimizda ikkita Litecoin narxi $204 ga teng bo'lgan ekan. Oxirgi marta chiqarganimizda hozir $186 ga teng bo'lyapti. Demak, narxi tushgan. Demak, biz sotmay turishimiz kerak. Ya'ni rublga yoki dollarga almashtirmay turishimiz kerak. Чтобы narx ko'tarilgan vaqtda almashtiramiz. Sabr qilishimiz kerak. Tamom jigarlar. Так что pul tushib kelsa har doimgidek Telegram kanalimga tashiyman albatta. Shuning uchun Telegram kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'yingizlar. Nima demoqchiman jigarlar? Gazni bosamiz, bizda to'xtash yo'q, короче. To'xtagan tamom. Gazni bosgan ketdi deydi-yu. Hammaga omad jigarlar. Bugungi videorolikimiz shundan iborat edi. Sog' bo'lingizlar. Xudo xolasa yaqinda o'ta yomon videorolik chiqadi lekin.